uyga borib обязательно gap eshitilinadi. Bu haqiqiy hammamizning yoshligimizda bo'lgan atmosfera o'rtoqlik. 90-95% bolalar oq o'ynaydi, futbol o'ynayapti. Buni o'ziga yarasha gashti bor. Kim bilan kim? 6B bilan 7. 7 li yutyaptimi? Bitta sinfda shunaqa bo'yi baland, futbolni zo'r o'ynaydigan, hammani yaxshi aldiydigan bola bo'ladi, to'g'rimi? Voy, golni nishonlab qo'yishlarga gap yo'q. Yaxshilab kuzatadigan bo'lsanglar, bir-birini o'zligi farqlab olishadi. Kim qaysi komandada, kim zashtida o'ynayapti, hujumda kim. Umuman qiziq emas. Eng zo'r momentini ayting, mana qaraydi. Mana shu bola, mana qizlarning oldida o'zini maksimalni ko'rsatadi. Hozir gol bo'ladi hozir mana. Hop, nega forma olib kelmading? Bugun ismori yo'q edi. Oyindan gap eshitsa nima bo'ladi? Oyindan nima? Aniqmi? Aniq. Oyoq achishib ketsa, qonab ketsa ham o'ynayverasanlar. Maktabga olingan oyoq kiyim futbolga ham ketaveradi, to'g'rimi? To'g'ri. Ana haqiqiy jaydar. O'ylasam bo'ldi dotdi. Bitta обязательно kishi bo'ladi. Mana, mo'ylovlar o'sib ketgan. Shundan toshimisan? Mana shunaqa o'yinchi ham bo'ladi. Jussasi kichkina o'tirib, yaxshi hammani aldab tashlaydigan. Va sinfda bitta eng kichkina menga o'xshagan bitta bola bo'ladi. Bu nima yugurib yurganini ham bilmaydi, to'g'rimi? Varat endi alohida to'xtalamiz. Varat tarisimiz polvon bo'lishi shart. Nechta gol o'tkazding? Bitta endi. Nima qildi? Ushlab oldi. Berdim. Mana mana shunaqa o'rtada talashuv bo'lib qoladi. Gol! 9-mi? Bola hammaga omad. Ha do'stlar, shunaqa gaplar. Eng yaxshisi hozir bu yerda urishib, talashib, bir-birini go'shnaysa ham shunda mana shu eshikdan chiqadi-da, popkasini, changini qoqib, yana o'rta bo'lib ketaverishadi. Baribir bolalik boshqa narsa-da. Osmondagi sepulash hamisha bo'lsin yondosh, bolaligim